qadrdonlar uchun mana sizlarga 33 ming yurgan 2012-yilda ishlab chiqarilgan MX Matiz'ni xo'p Lux konditsionerlari boridan, tanig'idan cho'tkisidan uchrab qoldi qadrdonlar. Bitta ko'rasizlar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan 207 ming halol probegda yurgan Spark'imiz bor. Bu ham katta motor. Holatlari zo'r, haqiqiy pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Sразу hozir obzorlarni qilaman, bitta like, podpiskani bosib olasizlar. Xo'p, mashinaning holatlari juda ham bir tiniq, chotki, zo'r holatda turibdi ekan. Top bo'lib turibdi. 33 ming halol pok probegi 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Shoxlarni qo'yib, kalpichalarni qo'yib, chotki qilib qo'yishdi. Balonlari adashmasam yangi balonlar qo'yib qo'yishgan. Mana shunaqangi 3-4 joyga petnochalar sepib qo'yishdi xolos. Lekin suyular shu darajada butunki mashinani endi asli qo'yib olasizlar. Xo'p, torpedalari ham matoviy bo'lib turibdi. Va shu kraxmal bilan turibdi o'zini. Chotki turibdi. 33554 kilometr yurgan yangi Matiz. Bu Matizlar ham уже retro safarga kirib ketyapti. Bunaqangi sostavdan topish ham juda bir qiyin bo'lib ketyapti. Haqiqiy MX da Lux konditsionerlar borgan. Hozir bitta motorni aksiyalarni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Eng qiziq zo'r joyi mashina uzr kesib metan, propan degan narsalar vaqti ko'rmagan. Holatini qarang, jonon turishini qarang. Mana shu gapni gapirmayman deyman, gapirib qo'yaman deb bitta obunachilarimiz xafa ham bo'lishdi, ukaxon. Siz oilaviy kuzatamiz, shunday gaplarni gapirmayman deb. Xo'p. Vaqti haqiqatan zo'r turibdi, yaxshi holat turibdi. Xolos kelasiz, ko'rasiz, ma'qul kelsa, barakani qilib olib ketsa bo'ladi. Oxirgi narxini hop 4600 ga beraman deyapti buni, qadrdonlar. Sababi probegi bor. Bitta aka buni kuzupini chiqardi. Shunday goli kuzupni o'zini, yangi kuzupini o'zini ham nech pul dedi? 2,5 mingga beraman dedi. Ha bu nima? Bu mashina-yu bu. Yangi konditsionerlar bilan taniq turibdi. Zavod qilsangiz ovozlari ham bir mayin bo'lib, xudo xolasa, minganingizda vashina maza qilasiz. Ancha-muncha odamni qaritadigan mashina ekan. Xo'p, keyingi mashinamiz 2013 Spark mashinasi. Buni ham salon holatlari ham anchagina akkuratni ekan. Kraskasi mayda, chuyda, etlarida, betlarida bor ekan. Bitta mana shu qanotida yengil DTP'sini ko'rdim. O'zlaring uchun ustalaring bilan kelib, ko'rib, tekshirib olasizlar. Xudo xolasa, ichlarida kraskasi yo'q. Xo'p, parayonlari yaxshi holatda turibdi. 207 ming haqiqiy halol pok probegi, metan gazlarigacha bor ekan mashina. 207 ming probeg. Kelib, ko'rib, tekshirasiz. Xudo xolasa, naql kelsa, qadrdon olsangiz bo'ladi. No'ligimiz nomerlarga nechi? Buni taxmin qilib kommentariyga yozib ketasizlar. 200 ming tayda necha nomer turibdi. Xo'p. Metan gazlari bor, holatlari anchagina yaxshi. Aytdim, mana bitta qanotida DTPchasi bor ekan. Bu tomonlari chotki, kantashkalar buzilmagan. Qolgan joylari xudo xolasa usutirlarigacha chotki qichiq turibdi. Hamma yo'g'i joyida. Talak, tapaskan, bosvorlar qadrdon. Nima endi o'rtalar podpiska jalgami shuncha mehnatga. Sizlar uchun kelamiz, ko'ramiz, tekshiramiz. Shunaqangi mashinalar bo'lsa, aytisizlaring, xudo xolasa arzonlarni qilib sotishga o'zimiz yordamlarni beramiz. Parayonlari ham taniq turibdi. Buni ham narxi ham o'ta yengil. Oxirgi qo'liga tegadigan narxini shu holatiga 4,5 mingga beraman deyapti. 4,5 mingdan kam yo'l deyapti. Oxirini 4,5 mingga beraman deyapti.